juda hamma yoq sinib bo'lyapti, dahshat bo'lyapti. Shanba kuni Dubay atrofidagi vaziyat keskinlashgani haqida bir qator ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. Ayrim manbalarda Eron tomonidan zarba berilgani aytilmoqda. Portlash ovozlari eshitilgani haqida ham ma'lumotlar paydo bo'lgan. Shu bilan birga xonanda Munisa Rizayeva ham o'sha paytda Dubayda bo'lgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda uning urush xavfi kuchaygan hududda qolib ketgani va o'z sahifasida vaziyat haqida hissiy stories joylagani haqida xabarlar tarqaldi. Dubayda ko'plab o'zbekistonliklar istiqomat qilishi yoki vaqtincha bo'lib turishi ma'lum. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim fuqarolar chamadon bilan ko'chaga chiqqani, vaziyatdan xavotir olayotgani haqida turli videolar va yozuvlar tarqalmoqda. Biroq hozircha shahar to'liq egallangani yoki keng ko'lamli harbiy harakatlar boshlanganini tasdiqlovchi rasmiy bayonot mavjud emas. Mutaxassislar va rasmiy idoralar vaziyat bo'yicha faqat ishonchli va tasdiqlangan manbalarga tayanish zarurligini ta'kidlamoqda. Juda hamma yoq sinib bo'lyapti, dahshat bo'lyapti. Iltimos xalqim biz uchun duo qilinglar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiundan boshlayman. Hamma do'stlarim, uydilarim panikaga tushib qolishgan. Biz Dubaydamiz. Hamma yozyapti, telefon qilishyapti. Birinchidan kattakon rahmat. Biz uchun, men uchun, shunaqa qayg'urayotganingiz uchun, perjivat qilayotganingiz uchun haqiqatan juda ham qo'rqinchli. Hammamiz uyga chopib keldik. Panikaga tushib qolgan hamma. Lekin bizni albatta meni iymonimiz juda ham kuchli, shu uchun hammasi yaxshi bo'ladi. Qanchalik sizlar ko'p panikaga tushib qolsanglar, perjivat qilsanglar, shuncha yomon bo'ladi. Shu uchun tinch bo'lib o'tirish kerak va Allohga ishonish kerak. Nima deysizlar? Haqiqatan shunaqa roli rosa mana shu yerda ishlashyapti. Prям uyimizni tepasida. Juda qo'rqinchli, chunki baribir kichkina farzandim bor. Haqiqatan odamlar juda ham xavotirda. Faqat endi kutib o'tirmiz. Biz ham ko'chada yurdik, bir mahal par taq bo'lib ketdi, qo'rqib. O'g'lim yig'lab yordi, shu qo'l nyanchkam bilan birgalikda chopdik o'g'limni olib uyga keldik. Uydamiz. Не переживайте, все у нас хорошо, мы в Дубае. На самом деле здесь работает ПВО постоянно, прямо над нами все это происходит. Своими глазами все это видим. Вот. Очень, конечно, с одной стороны страшно, с другой стороны ты понимаешь, что нужно держаться в спокойствии, уповать на Всевышнего и читать суры, вот, просить у Бога о спокойствии и о помощи, конечно же. Вот. Ну, конечно, у всех шоковое состояние. Многие говорят, ой, все хорошо. Не все хорошо. Реально у людей паника. Все орали, кричали. Мы с сыночкой гуляли сейчас в парке. Вот. Как оттуда сбежали, быстро домой прибежали, сейчас зашли. Так что берегите себя, берегите своих близких. Главное — это спокойствие и наше здоровье. Будьте здоровы, Рахман.